Men hozirgina xususiy samolyot sotib oldim va ushbu videoda g'olib bo'lgan 100 uchuvchidan biri uning egasi bo'ladi. Birinchi sinov samolyotni tortish, brute force. Birinchi sinov uchun barcha uchuvchilar 3 ta jamoaga bo'lindi. Ularning vazifasi marra chizig'idan birinchi bo'lib o'tkazish. 3, 2, 1, ketdi. Uchuvchilar bor kuchi bilan tortmoqda. 3-jamoa oldinga o'tmoqda. Ular juda tez ketishyapti. G'oliblarimiz bor. Samolyot marra chizig'ini kesib o'tdi. Ular g'alaba qozondi. 2 jamoa uchuvchilarning 3 dan 2 qismi musobaqadan chiqib ketdi. G'olib jamoa keyingi bosqichga o'tadi. Ikkinchi sinov jet spinner, turbina kuchi. Qolgan uchuvchilar taxminan 33 kishi endi ikkinchi o'yinga jet spinnerga xush kelibsiz. Raqobatlanishayotgan 2,4 million dollarlik xususiy jet dvigatellari soatiga 60 mil, taxminan 96,5 km/soat tezlikda shamol esadigan quvvatga ko'tariladi. Samolyot keyin aylana bo'ylab aylanishni boshlaydi va har bir uchuvchini o'z platformasidan uchirib yuborishga harakat qiladi. Bu aqldan ozish. O'yinga bor. Hozir juda qo'rqmoqman. Uchuvchilar birin-ketin tushishni boshladi. Birinchi eliminatsiya. Men o'sha jetni xohlayman. 46-raqamli uchuvchi yaxshi texnikani qo'lladi va turib qoldi. Boshqa uchuvchilar undan o'rganishdi. Strategiya samolyotga qarshi to'g'ridan-to'g'ri turish emas, balki yonboshda qanot strategiyasi turib olish. Garchi strategiyani bilishsa-da, ba'zilar ushlab turish uchun yetarlicha kuchli emas edi. Qizig'i shundaki, siz raqobatlashayotgan narsa tom ma'noda sizni musobaqadan chiqarib yubormoqda. Uchuvchilar birin-ketin tushib ketishmoqda. Hatto NFLda o'ynagan uchuvchi ham juda mushakli bo'lsa-da, mukammal texnikaga qaramay turib qola olmadi. Bu sinov oxirida jet jami 15 uchuvchini musobaqadan chiqardi. Davom etayotgan 19 kishini tabriklayman. Qolgan uchuvchilar, meni yuzimga urayotgan bu jet meni yiqitib tashlashi uchun undan ko'proq kuch kerak. 3-sinov 10,000 funt takisi. Navbatdagi o'yin uchun biz Saudiya Arabistonining Riyod shahrini egallab oldik. Uchuvchilar jetni yutish uchun hali 3 ta sinovdan o'tishlari kerak. 3-sinov uchun biz 10,000 funt, ya'ni taxminan 3048 metr balandlikka ko'taramiz. Menga ergash uchuvchi. Uchuvchilardan o'zlari uchun bir sardor, ya'ni kapitan tanlash so'raldi. Samolyot o'zi xohish bildirdi. U endi 19 kishidan birini tanlab, unga qarshi birga bir, ya'ni 1v1 raqobatlanishadi. Samolyotga 19 ta portfel beriladi. U bir raqamni tanlaydi, 8-raqam. Bu portfellarning 10 tasida sakrash, ya'ni jump yozilgan. So'zi yozilgan portfelni olganlar keyingi o'yinga o'tish uchun parashyutda sakrash kerak. Qolganlari chiqish, eliminate degan ma'noni anglatadi. Samuel, kapitan, Andre ismli uchuvchini tanladi. Samuel 8-raqamli portfel ichida nima borligini biladi. Andre esa o'g'irlash, steal yoki o'g'irlamaslik, no steal ni hal qilish kerak. Portfelda nima bor? Samuel sakrash. Andre o'g'irlash yoki o'g'irlamaslik. Andre, bilasizmi, men senga ishonaman, Jimmy. Men portfelni olaman. Natija, Samuel haqiqatni aytdi. Andre keyingi bosqichga, top 10 ga o'tmoqda. Eslatma, keyingi o'yin yerda bo'ladi. Shuning uchun Andrey sakrash kerak. 3, 2, 1. Bitta uchuvchi ketdi. Keyingi o'yinga borish uchun atiga 9 ta sakrash qoldi. Ishonch sinovi. Dastlab uchuvchilar halol edilar. Bu esa o'g'irlashni hal qilayotgan odamga katta kuch berardi. Samuel, boshqa uchuvchi. Menimcha o'g'irlash kerak emas. Natija, Samuel rost gapirdi. Chiqish. Nima uchun rostini aytyapsizlar? Commander ismli uchuvchi yolg'on gapirishdan bosh tortgani uchun o'zi musobaqadan chiqib ketishidan oldin boshqalarga 2 ta sakrash imkoniyatini berib bordi. Nega yolg'on gapirmaysan? Uchuvchining halolligi bor. Qolgan 6 ta uchuvchining 6 ta chiqish va 6 ta sakrash imkoniyati bor edi. Yolg'onning foydasi. Biroq Brent ismli uchuvchi oldingi videolarni tomosha qilganidan so'ng strategiya o'ylab topdi. Samuel, boshqa uchuvchi. Uchuvchi Brentga, siz bu odamga ishonasizmi? Brent, men ishonaman. Brent Samuelda, men senga ishonchimni bildira olaman. Shuning uchun uni senga qo'ldiraman. Natija, Samuel uni aldadi. Portfelda chiqish yozilgan edi. Brent uni tuzoqqa tushirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu o'yinda yolg'on gapirish foyda keltiradi. Endi bitta odam yolg'on gapirganidan so'ng uchuvchilarning bir-biriga ishonishi juda qiyinlashdi. Samuel, boshqa uchuvchi. Yo'q, menimcha siz yolg'on gapiryapsiz. Uni o'zingizga qoldiraman. Natija, ba'zan haqiqatni aytish ham foyda keltiradi. Sakrash edi.
qolgan joylar kamayib borayotganligi sababli uchuvchilar halolliklari qanchalik qimmat turishini hal qilishlari kerak bo'ldi. Kolbi, uchuvchi: "Men aviatsiyada yaxshi odam bo'lishni, yolg'on gapirmaslikni va odamlarni pulini o'g'irlamaslikni xohlayman. Men halol odamman. Men bunga ishonaman." Samuel: "Men sizning uni o'g'irlashingizni xohlardim. Ya'ni bu chiqish degan ma'noda. Uni aldamoqchi." Kolbi: "Demak bu chiqish emas." Natija: Kolbi yolg'on gapirdi. Chiqish edi, lekin u o'g'irlashni rad etdi va o'zi sakrash imkoniyatini oldi. Menda shunchalik halollik bor deb da'vo qilgan odam bu hammasi roli bo'lganiga va u yolg'on gapirganiga ishona olmayman. 3 ta sakrash va 6 ta chiqish qoldi. Imkoniyatlar tobora yumurlashib bordi. Samuel: "Sakrash." Uchuvchi: "Men uni olaman." Natija: bu sakrash edi. Samuel: "Men uni o'g'irlamayman." Natija: o'g'irlamaslik qabul qilindi. Qolgan 6 ta portfelning faqat bittasida sakrash qoldi. Samuel: "Bu sakrash. Siz aytyapsizki, bu oxirgi sakrashmi?" Eddi, uchuvchi: "Oxirgisi. Men rostini aytibman." Samuel: "O'g'irlash yoki o'g'irlamaslik?" Eddi: "O'g'irlamaslik." Natija: Eddi rostini aytdi. U oxirgi sakrashni olib ketdi. Qolgan barchasi musobaqadan chiqdi. 10 ta sakrash tugadi. 4-sinov. Qo'lni ko'tarmaslik, chidamlilik. Uchuvchilarning yuk samolyotidan Cos'è? Ti lascio scegliere. Va bene, non rubo. Oh, eliminato. Ora ne rimangono 4. Ma c'è ancora solo un salta. Ok, cosa hai visto?